Alloh taoloning ismil azam, eng buyuk ismi. U shunday bir ismki, u ismni o'rtaga qo'yib Allohga duo qilinar ekan, albatta ijobat bo'ladi. U ismni o'rtaga qo'yib so'ralar ekan, albatta Alloh taolo ato qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu ismi Alloh taoloning eng ismil azami deb tayinlab bizga belgilamaganlar. Toki musulmonlar Alloh taoloning hamma ismlarini o'qisin, o'rgansin, yaxshi ko'rsin va ular bilan duo qilsin. Siz muayyan holatingizda Alloh taoloning ismlaridan qaysinisiga muhtojroq bo'ladigan bo'lsangiz, shu siz uchun ismul azam bo'ladi. Agar siz faqir, kambag'al bo'lsangiz, Alloh taoloning Al-G'ani ismi, behojat, boy ma'nodagi ismi. Sizga mana shu ismul azam bo'ladi. Agar siz zaif, nochor bo'lib turgan bo'lsangiz, Alloh taoloning Al-Qodir ismi siz uchun ismul azam bo'ladi. Agar adashgan bo'lsangiz, Al-Hadi, to'g'ri yo'lga boshlovchi ismi, Al-Hadi ismi siz uchun eng ulug' ism bo'ladi. Kasalmisiz, Ash-Shafi ismi sizga ismul azam. Yordam kerakmi? An-Nasir ismi sizga ismul azam. Mustormisiz, Al-Mujib ismi bilan Allohga duo qiling. Muayyan holatda muayyan ism siz uchun ismul azam bo'ladi. Demak, gohida At-Tawwab ismi, gohida Al-Mughni ismi, gohida An-Nasir ismi siz uchun ismul azam bo'ladi. Xulosa, ustingizga kelgan har bitta holatda siz uchun zarur bo'lgan shu ism ismul azam bo'ladi. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bor, bas ular ila duo qilinglar. Ana shu ismlardan Alloh taoloni chorlanglar.